Diqqat qiling, tezkor ob-havo ma'lumotlari. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. O'zgidromet markazi respublikamiz hududida 22-apreldan 29-aprel kunlariga bo'lib o'tadigan ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Bunga ko'ra respublikamizning barcha hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Asosan yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Faqatgina 22-23 aprel kunlari ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi kuzatiladi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. 22-aprel kuni ba'zi joylarda shamolning tezligi 13-18 metrgacha kuchayishi mumkin. Haroratlar 22-aprel kuni kechasi 13-18 daraja, kunduz kuni 23-28 daraja atrofida bo'ladi. 23-aprel kuni kechasi 10-15 daraja, kunduz kuni 20-25 darajani tashkil etadi. 24-aprel kuni kechasi 10-15 daraja, kunduz kuni 22-27 darajani ko'rsatadi. 25-aprel kuni kechasi 12-17 daraja, kunduz kuni 22-27 daraja atrofida bo'ladi. 26 hamda 27-aprel kunlari kechalari 12-17 daraja, kunduz kunlari 25-30 darajagacha ko'tariladi. 28 hamda 29-aprel kunlari esa kechalari 13-18 daraja, kunduz kunlari 25-30 darajani tashkil etadi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarim shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.